Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yili 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nur Rozi. 20-bob. Men Anjambay. Qaysar irodalik azimatlar makonlashgan Tuztog' bag'ridagi bu go'zal qadimiy shahar Toshmiliq qadimki zamonlarda Toshbaliq, tosh bilan qopirilgan shahar nomi bilan mashhur edi. Zamanlar o'tdi. Xonlarning ba'zilari yo'ldan izib almashdi. Yana ba'zilari bo'lsa holdan ketib tugashdi. Lekin Toshmiliq ham cho'ng baglik nomi bilan atrofidagi kichik bagliklarni boshqarib, yanada asli haybisini saqlab kelmoqda edi. G'arbiy janubdan sharqiy shimolga qiypay so'zilgan bu yantuz zaminning g'arb tarafidagi Qiziltog' tizimlari bilan Chashtog'lar xuddi ulug' ichilgan cho'ng darvozaning ikki qanotidek bir-biriga neridan qarshib turadi. Suyi xuddi ona sutidek barakatlik gaz daryosi o'zining taram-taram agri to'qay iqin jilg'ilari orqali Toshmiliqning janubidagi tog' davonliq yayloq, egizpas bog' bo'stonliq, ekinzorliq zaminlarini Opalning sharqiy qismidagi tuzlang, munbat zaminlari bilan yaqin tutashtirib turganlikdan sap havoliq sehriy kuchga to'lgan bu ikki kangri zamin xuddi ona sutini talishib emishayotgan bir jup qo'shkazaklardek texmu yaqimliq, go'zal, ko'rkam ko'rinadi. Jamoliddin qismlari Chashtog'dagi dushmanlari bilan rosa bir kun ilishdi. Dushmanlarning bir qismi o'ldi. Qolganlari kech kirishi bilan tang gazarmisini tashlab Qashqar shahri tarafga qarab qochdi. Shu kuni yarim kechidan o'tganda Opaldan yongan Yusufjon tog' inqilobchilarini boshlab Toshmiliq bozoriga yetib keldi. Atsi bu yermo qizib ketdi. Taraf-tarafdan kelib to'plashgan jamoatning to'laliqidan bozordagi maktab sahnasi qista-qistongchilik bo'lib ketdi. Toshmiliq xalqi bu qitimmo yanala o'z nochiligini namoyon qildi. Shu so'rindila o'zlarining 75 o'g'loni bilan 100 etini tog' inqilobchilarining qo'shiniga taqdim qilib tutdi. Shu chaqda bu sapga yana bir gumonliq insonmu qisilib kirib qoldi. U o'zining cho'moqchilaridan 30 necha odamni hayva bilan boshlab kelib, bu sapga qatnashishni talab qilganda hech kishi yo'q demadi. Balki uning maydasiga urib, "Yaraysiz, barakallah" deb uni maqtashdi. U inson Toshmiliqning mansabdan qoldirilgan baldurqi begi Zaydinbek edi. U bir yildan biri qo'rsoq ko'pkida tishini g'uchurlatib, amballardan madad mansab tama qilib shaharda qatirab yurgan edi. Uning ana shundaq tantanlik holda qabul qilinishi Anjambayning ko'nglini g'ash qilib qo'ydi. Bu odamning inqilob qilish niyati yo'q, boshqa g'arzi bor. Qanday g'araz? Yuqori mansabga, cho'ng boyliqqa ega bo'lish. Undaq demang, qo'rsoqni kengroq tuting, dedi Jamoliddin qapqini turgan holda. Hamma odamning inqilob qilish huquqi bo'ladi. Bu buyruqmi? Shundaq deb tushensangizmi bo'ldi, dedi Jamoliddin uning gapidagi ta'nini tushunib, pisingida kulib silib. Qosim Toshmo ilgari hokim bo'lgan, texi uningdanmi cho'ng amal tutgan odamlar bizning boshliqlarimiz orasida ozmi? U odam Baldur beg bo'lgan bo'lsa, amdi inqilobchi bo'lsa, nimishki bo'lmaydi ekan? Saga kerak bo'layli deyman. Bo'ldi, tagashmayli. Kim uxlayotdi, kim sagak? Vaqt kelganda ko'rayli. U chaqda ziyonning o'rnini to'ldirib olg'il bo'lmaydi. Talashmang deyman. Ularning farqini anglab o'ltirgan Abla mulla bir chimdim nasvalni og'ziga kap etib silib, o'rnidan dast turib ketdi. Uning ochiqi kelganda osonla xumori tutib qoladi-da, ana shundaq nasvalni og'ziga kap etib silib, xumordan chiqib ochiqini bosatdi. Shu topda uning kimning gapiga shuncha pek ochiqi kelganligini bilib bo'lmaydi. Lekin uning mol bozori tarafga qarab ketib, ovozni bo'sh chiqarib aytgan naqshisi ularni o'ylantirib qo'ydi. U bu naqshini ilgirmo ancha-muncha aytib qo'yatdi. To'xini taqdima tuxum tug'alaydi, mushukni pashdima chashqan tutalaydi. Buni kim bilmaydi, bu nadon ahmoqlar aziz jonni qandoq saqlab qolalaydi.
Ma'sum Chung yangi sarliq bir sirikchining o'g'li edi. Ustaxonliq, gavdilik kelgan bu qavul yigit putlarini so'rab, ikki iniga ig'anlab mangdiganligi uchun kalampayda ko'rinadi. Lekin u chaqqan chelishchi edi. Boshqalar uning belini qo'rib bo'lgacha, u ularni shaqqida yampashqa elibla yerga tashlab o'taydi. Tuzlanliklarda toshqanlarni qo'g'lab tutalaydi. Tik qiya, egiz tog' davallarga sho'xiliq, tikanlik dal daraxtlarga xuddi yalman taqdek tiz yamishib chiqib, kishilarning ko'zlarini ola chekman qilib o'taydi. U kichkidan tartibla dadsiga agishib yurib, shahar bozorlarda sirikchilik qilib jon baqib kelgan edi. Lekin dadisi o'lib ketgandan keyin uning sirikchilik hunari oqmay qoldi. Uning yer zamini bo'lmaganlikdan tumiqi baylarning zaminiga tushib ketadigan gadoylardan edi. Shunga u ilojsiz birikchilik qilib jon saqlashga majbur bo'ldi. U yerdan olgan qo'y kalalarni bu yerdan olganlarni yana boshqa yerlarda setib, bozor qo'g'lishib yurib bidikchilik qildi. Azroq tapan haqqi chiqsala, shuningga shukr qanoat qilib, onasi bilan ukalarni seriqtal bo'lsimi beqib, jon saqlab keldi. Tashmiliqning mol bozori bugun alarman satarmanlarning to'laliqidan qista-qistanchilik bo'lib ketgan. Bu yan o'tishmi mushkul bo'lib qolgan edi. Texi burna kunla tog' inqilobchilari jang qilib bu yerni ozod qilgan edi. Shunga fursatni g'animat bilishgan kishilar savdo qilish uchun taraf-tarafdan kelishib bozorni qizitayotgan edi. Ma'sum Chung ilib kelgan qo'ylarini tushkicha setib bo'ldi. Endi boshqa bozorlarda setish uchun bu bozordan 2-3 kala setib olsalar, uning ishi bitadi. Lekin havo bek isib ketganlikdan qusab og'zi qurib ketdi. U birer qacha qatiq ilib ichib, ussuzligini qondirilish uchun darvoza oldiga chiqdi. Qatiq sotadiganlarni izlab, bu yan qarayotganda birining o'zini chaqirayotganligini anglab qoldi. "Ma'sum Chung, oy Ma'sum Chung!" Voy, tunish ovozg'u. U o'zini chaqirgan ovoz kelgan tarafga qaradi-da, darvozaning u tarafidagi karvatda o'ltirgan Anjambayning qo'lini ko'tarib, o'zini yiniga kelishga chaqirayotganligini ko'rdi. "Bu yerga kel, bu yerga. Men mavi karvatda o'ltir, og'ina." Bu ikki qadinas og'inlar bir-biri bilan quchoqlashib ko'rishdi. Karvatda choy ichgach o'ltirib, bir-biridan hol ahvol so'rashib mundashdi. Asli ularning dadalari koni og'inlardan edi. Har qatim bir-birini yo'qlab borganda o'g'illarini billa alg'ach baratdi. Bundaq chaqlarda ular xushal bo'lishib, bir-biri bilan chilishatdi, neriga sakrishatdi. Eriqning ikki qishiga tang dastab, atlimuchuq o'ynashatdi. Daraxtlarning ochmiqidan toshlarni tashlab o'tkazishatdi. Sho'talarning baldaqlarga esilib, bu yan mingshatdi. Yoshlari cho'ng'aygandimi, bir-biri bilan necha qitimlab bel tutishib chilishdi. Baygilarda billa bo'ldi. Mashrablarda usulga billa tushdi. Lekin yosh cho'ng'aygan sari har kim o'z alakchiligida bo'lib ketishdi. Bara-bara ularning uchrashishimi ozlab qoldi. 7-8 yildan beri ular bir-biri bilan uchrasha olmaganlikdan bir-birining qayerda ekanligini bilishmaydi. Shunga bugunmi ular bu yerda uchrashib qolishni o'ylashmagan edi. Tog' inqilobchilari qatoriga qo'shilibsan, mardlarning yo'liga minibsan. Muborak bo'lsin, og'ina, dedi Ma'sum Chung Anjambayga do'stlik, og'indarchilik mehri muhabbatiga to'lgan issiq chiroy bilan tikilib qarab, "Men bek xushal bo'ldim. Sendan faxrlanaman. Xushal quram yashash uchun, avlodlarimizning baxtli bo'lishi uchun Alloh yo'lida jangga otlandim. Bu yo'lda o'lib ketishga men rozi." "Undaq dema, og'ina. Xudoyim saqlaydi. Birodarlaring orasida ko'ngling obdan ichilib qoladi. Senmo mening yonimda billa bo'lgan bo'lsang, mening ko'nglim texmo bak obdan ichilib qoladi." Ma'sum Chung ulug' kichik tindi. "Shundaq bo'lsa-ku, toza ko'nglimdek bilan ish bo'ladi. Shug'insi onam bilan uklarim xotirjam bo'l. Ularning holidan hammamiz billa xabar olamiz. Maylamisa, shu topda menmi toza qizib qoldim. Navoda qabul qilinib qolsamla, sening yoningda bo'lishga jon deb rozi bo'lardim. Barakalloh, og'ina. Ojizlarga rahimdil.
Düşmanlarga shafqatsiz bo'l. Kech kirdi. Shu arada Shig'ay ularning yanida paydo bo'lib qoldi. Anjambay aka, sizni Jamoliddin akam chaqiryapti, dedi. Anjambay maktab tarafga ketib bir hazodan keyin qaytib keldi va o'zini saqlab o'ltirgan Ma'sum cho'ng'a shundoq dedi. Biz Agusga bordigan bo'ldik. Sen o taraflarning almi-talmini obdan bilasan. Bizga yo'l boshlab borgin, bo'lamdi? U yerga berib nemish qilamiz? Nemish qilatdiq? Dushmanlarga hujum qilamiz, yo'qitimiz. Undaq bo'lsa, boshlab boray. Ular shu kuni kechasi heliqi karvatda billa uxlashdi. Ertasi sahardala 30 necha odamni agashtirib, Agusga berish uchun yo'lga chiqdi. Ma'sum cho'ng ularni o'zi biladigan egiz past, agir to'qay chig'ir yo'llar bilan boshlab kelmoqda edi. Ko'k atqa mingan, beshiga yingsarcha kang ko'rpilik, egiz qirliq tumoq kiygan, uchisidagi qizil chakman tonining teshiga piyoz ko'ki ranglik ko'k plash yepinib olgan Anjambay sap oldida uningga yondashib, yiroqlarga ko'z tikkan holda ketayotdi. Uning uchisidagi ko'k plash g'o'r-g'o'r shamolda xuddi toz qanotidek pildir-pildir yalpinib turadi. Ular bir do'qidan aylanib o'tganda, yiroqda bir tup sida daraxti ko'rindi. Sida daraxining nersidaroq yana bir necha tup kadang ujma daraximi bor edi. Ular yaqinlab kelganda, heliqi sida daraxining yenidagi ko'ldan suv ichib o'rnidan turayotgan bir odamga ko'zi tushib qolishdi-da, hammasi tang to'xtashdi. U odammu Anjambay bilan uning yenidagi ba'zi odamlarni to'nib qilib, ang-tang qolgan holda turgan yeridla yog'ochda ketib turibla ketdi-da. Amdi ajilim to'shibdi degan qo'rqinchli bir shum xiyol tuyuqsizla yuragini mujib uni cho'chitdi. Shu topda uning bir jup ko'zi Anjambayga tikilgan edi. U qo'rqinchida lag'-lag' titrab birdamdala samandek sarg'ayib ketdi-da, tuyuqsizla yo'lning bir chetiga o'tibla qibla tarafga qarab tizilib o'ltirib, durud o'qishga boshladi. Uni tonimaydiganlar uning bu qiliqini ko'rib hang-tang qilishdi. U alman-talman durud o'qib bo'ldi-da, o'milab berib Anjambayning etining oldi putini quchoqlab turib, yig'lashga boshladi. Anjambay, men gunohkor, sana ko'p yomonlik qildim. Qilgan gunohlarim uchun o'limga loyiq odamman. Tavba qildim. Xudo haqqi, bir qo'sh qinimdan kechgin, rahim qil. Men u vuqildab yig'lab tizlinib o'ltiraverdi. Anjambay uning bu holini ko'rib asta atdan tushdi. Uni qo'ltiqidan yo'lab o'rnidan turg'izdi. Muhammadxon boy aka, dedi Anjambay uningga tikilib qarab. Bu nima qilganlari? Bo'ldi qo'ysizlar. Kon adovatni yana tagashmayli. Meni undaq noahli odamga o'xshatmislar. Bilib qo'ysizlar, men Anjambay. Bu gap bilan u odamning tili tutilib, demi ichiga tushib ketdi. Muhammadxon boy, men turmadan chiqqandan keyin biz ko'rishalmadik. Bugun bu yerda tuyuqsizlar uchrashib qoldik. Men sizlarga hargiz adovat tutmayman. Az bo'lsa-mu ma'u pulni yonlarga silib qo'ysizlar, lozim bo'ladi. U bir tutam pulni u odamning qo'liga tutqizdi. Dadam bilan onam qora dovda turyapti. Ularga mendan salom desalar, dadam sizlarga bir uloq beradi. Minib opalga ketib olsizlar. U odam yum yig'lab Anjambayga qayta rahmat aytib ketib qoldi. Anjambaylar yo'lini yana davomlashtirdi. U odamning taktini obdan bildigan opal yoshlari u odam to'g'risida ig'iz ochmay jim mingishdi. Ular ko'ngillarida koni xamanni so'rganning foydasi yo'q. Sesiq zaman chiqidi-dan chiqmaydi. Anjambayning yarisiga tuz sepgandek bo'lib qoladi. Bearam bo'lib qoladi deb o'ylashdi. Lekin u odamni tonimaydiganlar bu ishning tegi taktini bilmaganlikdan ko'chilib so'rab qoldi. Anjambay aka, u odam kim bo'ladi? Sizda nimishqa undaq bek qo'rqudi? Xuddi qon qarzi bordek. U odam Opalning qora o'stan degan yeridan yuzbeshi Mehmet Qichir, ya'ni Muhammadxon boy degan kishi bo'ladi. Menga qaynota bo'lgan, dedi Anjambay ulug' kichik tinib. Opalning bigi Mamtiminning shiram tuqqanlaridan yuz obro'liq odam edi. Anjambay tuyuqsizlar gapini to'xtatib
şükkede bulup kaldı. Ve birden mağandan keyin yenidikilerge bir qur qarab etib, u odam bilan o'zining o'rtasida yuz bergan ichinishlik voqealarni bayon qilishga boshladi. Men u odamning qizi Aysham xonim bilan To'xti mollamning maktabida tanishgan. U qiz mendan 7-8 yosh kichik bo'lsa-mu, lekin menga bak amroq edi, ko'ynatdi. Menmi uni birdan ko'rmasam zotla chiday olmaydim. Biz cho'ngmi bo'ldik. Ular boy, biz kambag'al edik. Shundoq bo'lsa-mu, ko'ngilning qisitishi bilan ularning uyiga bir necha qatam elchi avatdik. Lekin ular bizni yaratmadi, kambag'al ko'rdi. Men bak mayuslandim. Anjamboy Muhammadxon boyning qizini deb 7 qatam elchi kirgizganligi, oxir Ayshamgul majburiy yotliq qilinadigan oqshimi uni ilib qochganligi, bu alamga chidamagan qiynatsi yomon niyatli kishilar bilan birlashib uni turmaga solatganligini so'zlab berdi. U so'zini shundoq oxirlashtirdi. Men turmadan chiqqandan keyin o'zini o'ltirib etdi deb qo'rqib, mendan qochib, yurtni tashlab boshqa joylarda mo'kinib yurgan ekan. Qochqan tutilar degandek, bugun tar yerda ikki raqib tuyuqsiz uchrashib qoldik. Rahimsiz odam ekan. Sizga shuncha ko'p azob, kulpa solgan odamdan nimishqa intiqom olmaysiz? Yo'q, unda qilishga bo'lmaydi. Balaga ko'yinish gunoh emas. U faqat qiziga ko'yinganligidanla menga ashundoq dushmanlik qilgan. Qizi boylarga yotliq qilinsa, baxtlik, yuz obro'liq bo'ldi deb o'ylagan. Ular Patangning yuqori tarafidagi kangri sayliqda yerim kechigacha otlarni beqib to'yg'izdi. O'zlari mo kechining g'urg'ur shamilida salqindab aram ilib oldi. Andin Agustning Shamla mahallasidagi To'xticho'ng degan boyning uyini ko'zlab yo'lga chiqdi. Nishon ashu To'xticho'ngning uyida turayotgan 50 necha go'mindan askarni yo'qitish edi. Ular tong sahardala To'xticho'ngning ho'ylasini qurshib oldi. Bu ho'yla boshqa uy imoratlardan yiroq, sugatlik orasidagi tuzanglikda bo'lganlikdan atrofida yurayotgan odam, hatto kala, qo'y itlarnimi ochiq ko'rgili bo'ladi. Shuning uchun Go'mindan askarlari bu kangri ho'ylani mudofaalanishga bab ko'rib, o'zlariga gazarma qilishga tanlab olgan edi. Go'mindan askarlari ularni shu hamonla sizib qoldida, o'zlarining o'yg'oq ekanligini oshkorlab, ular tarafga qaratib o'q yog'dirishga boshladi. Lekin buning karoyati chog'liq edi. Ular tong qorong'usida hech nimani farq etilmaganlikdan hech narsani nishonga ola olmaydi. Bu dal Anjambayning o'ylig'inidek dushmanlarni yo'qotishning obdan payti edi. U shu hamon ma'sum cho'ng bilan yana 4 odamni u ho'ylini yiroqdan aylanib, ot choptirib yurishga buyurdi. Bundaq qilganda ular dushmanlarning diqqatini o'ziga tortib, ularni ozdirishga bo'ladi. Ahvol uning o'ylig'inidek bo'ldi. Dushmanlar ma'sum cho'ngning yiroqda ot choptirib aylanib yurgan odamlari tarafga qaratib o'q yog'dirishga boshladi. Bu fursat g'animat edi. Boshqalar Anjambayning buyrug'i bo'yicha yer big'irlab o'mlab minib, ho'yla timining yeniga berib oldi-da, taraf-tarafdan ho'ylining ichiga qaratib granat tashlashdi. Lekin dushmanlarmi bo'sh kelmadi. O'zlarining aldanganligini bilib qilib, darhol tamning yonlariga o'q yog'dirish uchun bu tarafga tashlandi. Lekin ular kechikkan edi. Hayvisi qarga kelmay qoldi. Ular o'zlarining qarsini qarorlab atgan Anjambay marganlarining o'qiga uchrab yiqilib yer tishlaverdi. Granatlarmi ularning ustiga tashlanaverdi. Ular shu holda 1 soatdek so'qishdi. Tong yoridi. Dushmanlarmi jimiqib qoldi. Anjambaylar tamni portlatib ho'yliga bostirib kirganda, u yer bu yerda ingrab yotgan 5-6 dek yaridor o'ng ta'tir yetishgan 7-8 dek o'likka ko'zi tushdi. Qolganlari ko'rinmadi. Darvoza yana taqoqliq turadi. Bir yaridor darvoza yenidagi uyni sharatlab ko'rsatib qo'ydi. Ular u uyga kirganda, u uyning orqa timining tegidan ichilgan odam patqudek bir tushukni ko'rishdi. Bu tushuk cho'nqurligi odam bo'yi keladigan cho'nqur eriq orqali ho'yldan 20-30 qadam yiroqlikdagi bir zaykashlikka tutashtirilgan edi. Topining namligiga qarab,
bu irqning tunugün yoki o'lishgun chepilganligini qiyos qilishga bo'ladi. Dushmanlar mana mushu zerkashlik orqali qochgan edi, lekin ular zerkashlikning bosh tarafiga qarab qochdimi yoki oyoq tarafiga qarab qochdimi bilgili bo'lmadi. Anjambayning odamlari bu boshlarga berib xili uzoq izlashdi, lekin qochgan dushmanlarning deriki bo'lmadi. Bu qitimqi jangda dushmanlarning 8 askari o'lgan, 6 askari yordar bo'lgan edi. 15 miltiq, 1 pulemyot, 7 sanduq o'q, 1 sanduq granat, 12 tag'ar oq un g'animat ilindi. Anjambay unni shu yerdagi kambag'allarga ulashtirib berdi. Yordar bo'lgan hiliqi 6 askarni shu yerning boylariga topshirib berib, ularning yorlari saqayganda haydab o'tishni topiladi. Anjambaylar qaytib ketish uchun yo'lga chiqdi. Anjambay sapning oldida gap so'z qilmay, qapqi turilgan holda ketib o'tadi. Nima uchundir? Uning chiroyi mayus, ko'ngli yerimdek ko'rinadi. "Nim bo'lding? Xap ko'rinsan-ku?" Uningga yondashib ketayotgan Ma'sumchon uningdan asta so'radi. "Mijozing yo'qmi ya? Dushmanlarni qochirib qo'ydik. Shunga o'z-o'zimga achchiqim kelyotidi", dedi Anjambay ulug' kichik tinib. "U yerga irq qo'langanligini nimishqa baldurroq bilolmadik. Toza qapoqbash yaramas ekanman. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Hayotli bo'lsa, Xudoyim buyursa, texi undaq dushmanlardan nechasi ko'p dushmanlarni yo'qitamiz. Ular bizdan qochib qutulolmaydi." Ular Patanga kelganda Ma'sum cho'ngning tashmiliqliq palto ashpaz degan bir og'inisi uchrab qoldi. U Ma'sum cho'ngni bir chetga tortib, "Sizlarni tashmiliq bilan barin yelkan o'tirsidagi yorliqqa silingan ko'rikda bir muncha go'mindan askarlari marab turyotidi. Taqas bo'linglar", dedi. Ma'sum cho'ng bu xabarni shu zaman Anjambayga yetkazdi. Anjambay o'ylanib bir haza turib qoldi. Ondan Abla Mulla bilan Shig'ayni u tarafga ahvollarni tinglab kelishga avatdi. U yerda to'xtab birer soatdak tayyorlik qilgandan keyin yana yo'lga chiqdi. Barin yelkanga kelgandan keyin tinglashga ketganlarning qaytib kelishini saqlash uchun yana to'xtab qilishdi. Oradan uzoq o'tmay ular qaytib kelib, palto ashpaz degan xabarning rostligini ham u yerdagi go'mindan askarlarning o'rinlashish ahvolini doklad qilishdi. Dushmanlar barin yelkan bilan tashmiliq yelkan o'ttirisidagi cho'nqur yorliq ichiga yo'shirinib edi. Bu yorliqning ichida bo'ktirma qilishga bab keladigan cho'nqur o'raklar, egiz do'ngliklar bor edi. Tog'dan kelgan kalko'zchiyi iqib qo'lab paydo qilgan cho'nqurligi alohizal 10-15 g'ulashdek, kengligi 100-150 qadamdek keladigan haybatlik, qo'rqinchli bu yorliq tap-takshi bir butun yelkanni qap o'tirsidan parchalab, uni ikki bo'lakka bo'lib o'tgan edi. Kun chiqish tarafi barin yelkan, kun petish tarafi tashmiliq yelkan deb atiladi. Anjambay qapqini turib yana bir azog'icha o'ylanib turib ketdi. "Ablaqlar", dedi u o'ylangan holda. "Agusta bizga tang kelolmay qochgan edi. Amdiza texi bizni yorliq ichida boplamoqchi bo'pti-da. Uxlab tush ko'ribdi. Qani, kimni boplaydi ekan? Yili ko'rimiz." U orqasiga burilib, o'ziga qarab buyruq kutib turgan odamlarni bir qur ko'zdan kechirib chiqdi. "Dushmanlar biz bilan boshqa joylarda elishsa, bizga tang kelolmaslikdan qo'rqqan. Shunga ular bizni aqli kota, o'zlarini qaltis aqlliq chaqlab bizga qapqon qurmoqchi bo'lgan. Ularning g'arzi bizni burnimizdan yetilab, yorning ichiga aldab ilib kirish, ondan o'zlari shaqqida yorning ustiga chiqib olib, bizni yorning ichida ujuqtirib tashlash. Nima degan qaltis parasat bu? Bo'ptamizda. Bizmi ularning o'ylaganidek qilayli. Undaq qozongan mundaq cho'mich. Egizda turib pastlikini boplashning osonligini kim bilmaydi? Kalvalar. Anjambay oldi bilan marganlarni tanlab, ularning yorning yonlaridagi egizliklarda mo'kinib turib, dushmanlar yorning ustiga chiqishi hamon ularga o't etishni, qolganlarning guruhlarga bo'linib, yorning ichiga taraf-tarafdan bostirib kirib, dushmanlarga qorshab hujum qilishni o'rinlashtirdi. "Faqat bo'linglar",
atqan o'qinglar nishonga dal tegadigan bo'lsin. Hammanglar o'zinglarni dalda qilib turib, hujum qilishni unutib qolmanglar. Bu hammadan bak muhim. Cho'qim shunday qilinglar. Dushmanlarni yo'shirinib turib, tuyuqsiz mijib tashlanglar. Ular yarning ichiga kirmasa, dushmanlarmi yarning ustiga chiqmaydi. Shunga uning odamlari uning o'rlashtirishi bo'yicha yarning yonlari, bosh oyoqlari tarafidan yarning ichiga dushmanlarga tashlandi. Anjambay Seyit Ahmad bilan billa yarning bosh tarafidan hujumga o'tdi. U pilemotni yarning leviga qurib olib, ko'ringanlar dushmanni udulliq o'qqa tutiverdi. Granatlarning gumbirlab partlashlari taraf-tarafdan qora yomg'irdak uzilmay tatatlab etilayotgan o'qlarning pang-pung ovozlari, o'q dorilarning sesiq puroqlari osmonni qop-qora bulutdek qoplab ketgan. Tutak, chang to'zonlar odamlarning varvur to'g'lashlari, echinishliq chirqirashlari birdamdila atrofdagi mahallalarni zilzilaga keltiribdi. Dal shu paytni ko'zlab turgan go'mindan askarlari darhol yorning ustiga yamishib chiqishga boshladi. Lekin shu hamon tayyor turgan marganlarning o'qiga uchrab, yorga mollaq etib tushiverdi. Bu qirg'inchilikni ko'rib o'duqib ketgan boshqa askarlar o'zlarini yana yorning ichiga tashlab, texmo g'aljirlashib jang talash qilib turdi. Yorning kunpetish tarafidagi qaptalning o'ttirisida ungan bir necha tüp yo'lg'un baraqsallab qo'yuq o'sib ketgan edi. Bu yo'lg'unlikning pasrakidagi cho'nqur bir azgalga kirib olgan ikki askar azgalni o'ziga daldiq qilib olib, pilemotdan uzmay o'q yog'dirib, Anjambaylarning oldin to'sib oldi. U askarlar daldiga kirib olganlikdan o'qlar ularga tegmadi. Tashlangan granatlar neriroqqa tushsa, ular dum yetib oldi. Azgalga tushsa tutib olib nerga tashlavatdi. Seyit Ahmad ularni udul tarafidan ujuqtirib o'tish uchun yorning kun chiqish tarafidagi quyuq o'sgan qo'noqliq ichiga kirib olib ketgan edi. Lekin dushmanlar sizib qilib uni uzmay o'qqa tutib, ularga yaqinlashtirmadi. Buni ko'rib Anjambayning texmi achchiqi keldi. U g'azab bilan o'rnidan turib, ular tarafga mang'an edi. Ma'sum cho'ng uning oldin to'sib oldi. Uning qo'lida uzun tig'liq bir pichoq pirqirab turadi. "Yo'q, sen borma. Pilemotning qishida sen bo'lmasang bo'lmaydi." Ma'sum cho'ng shundoq debla o'mlab mingib, yo'lg'unliqning udilga berib oldi. Ondan yardan serilib tushib, dushmanning orqasiga o'tib oldi va yo'lg'unliq orasidan o'zini ularning ustiga tashladi-da, birini besilib bo'yniga gachchida pichoq tiqavatdi. Uninggacha yana biri ma'sum cho'ngga eslagan edi. U shu hamon och beqiniga yeb yer tishladi. Ma'sum cho'ngmo yerib hasrab ketganlikdan debla azgalga yo'linib o'ltirib qoldi. Shu arada Seyit Ahmad uning yeniga yetib keldi-da, yiliqi pilemotni tatatlatib sayratib, yaqin atrofdagi dushmanlarni qirib tashladi. Shuning bilan o'q ovozlari to'xtadi. Yorliqning ichimi jimiqib qoldi. Faqat u yer bu yerda yotgan yordar askarlarning injiqlab ingrashlari anglanib turadi. Anjambay o'z odamlarini boshlab yorliqning ichini boshdan oyoqgacha oqtirib chiqdi. Lekin o'ng ta'tir yetishgan o'liklar bilan yordarlardan boshqa bir musoq odam ko'rinmadi. Ular o'lgan, yordar bo'lganlarning shuncha ko'pligiga qarab, qechib ketgan dushman noiti ko'p bo'lsa, 7-8 dak bo'lsa kerak deb faraz qilishdi. Lekin ular qanday qechib ketdi va nega qechib ketdi? Shuncha ko'p odam 5 qo'ldek qator turib, ularni qorshab turgan. Birarining qechib o'tib ketganligini hech kim bayqamagan tursa, bu zodi nima bo'lgani? Anjambay yorliqning ichi teshini yana bir qatim chala qo'ymay oqtirib chiqdi. Oxirida ular bosh oyog'i yorliqning bosh oyog'i bilan tutishadigan, u bosh oyoqlardan xuddi yipiq nurdek yo'g'onla to'shik ochgan, o'ttirisi ochiq, ustini lash, o'tchib besib ketgan, xuddi laxmiga o'xshaydigan cho'nqur uzun bir suv yo'lini bayqab qilishdi. Bu suv yo'lining ustini besib ketgan lash, o't cho'plar dasilib chaylangandek, suvmi liyib qolgandek ko'rinadi. Ha, mana endi ish oydinlashdi. Ular dal mushu suv yo'li bilan qaytibdi.
Anjanboy odamlarni boshlab suv yo'lini bo'ylab minib, oyog'i tarafga bordi. Degandek, suv yo'lining oxirida quruq yerda oyoq izlari ko'rinib turadi. Bundan ma'lum bo'ldiki, dushmanlar yelkanning oyoq tarafiga qarab qochgan edi. Lekin qorong'i tushib qolganlikdan Anjanboy dushmanlarni qo'g'lashni to'xtatdi. "Voy estay!" dedi Anjanboy ko'ngli yerim bo'lgan holda. "Bu suv yo'lining bosh oyog'ida mushundoq bir to'shiklarning borligini baldurroq bayqalmay, bir qism dushmanni qochirib qo'ydik-da. Lekin bugun mening ko'nglim xili xo'sh. Shundoq. Shu topda siz boshqacha xushal ko'rinyapsiz", dedi Shig'ay uningga chaqchaq qilib. "Men sizning xushal bo'lganligingizni faqatla ko'rmabdikanman. Biz bir odamni chiqim qilmay, shuncha ko'p dushmanni yo'qotgan tursak, xushal bo'lmam demamsa, shunga sizni Anjanboy deymiz-da. Ha ha ha." 20-bob tugadi.